Buning uchun bilasizmi, umumiy qiz bilan yigitlarni bizani jamiyatimizga fikr o'zgarishi kerakda. Masalan, deylik, qizlar o'zi tushunishi kerakki, uchrashuvga chiqishni boshlagan bo'lsa, kim bilan tanishgan boshlasa, ana o'sha sevish kerakmi yoki sevishmaslik kerakmi deganga javobda, misol uchun, bir-birini o'rganish kerakki, bir to'ydan oldin. O'sha tushuncha bor. Nima qilish kerak? Qiz bola o'ziga maksimal yaqinlashtirmaslik kerak yigitni. Ya'ni o'rganish, bir-birini o'rganib qolib uchrashuvga chiqdimi, u qanaqa ma'noda bo'lishi kerak? Faqat bir-birini dunyoqarashini, hissiyotini, bir-birini fikrlashini o'rganish uchun bo'lsa, bu yaxshi. Lekin boya aytganimizdek, o'sha yigit sekin harakatni boshladimi, misol uchun qo'lini cho'zishdimi, masalan deylikda, qanaqadir bilinadi-yu bunaqa insonlar, yigitlar bilinadi. Faqat siz bilan qanaqadir jismoniy kontakt qilish uchun mana bu tomoni ochilib qolsa, lekin qiz bola "Ama endi bo'ldi, shu yigitni qo'yib yubormasligim uchun" bor shunaqa qizlar. Qo'yib beradi, tipa qo'lidan ushlash yoki maksimal yaqinlashtirmaslik kerak. Agar yigit shu narsadan keyin yo'qolib qolsa, qiz bola qo'ymadi-yu, o'ziga yaqinlashtirishga-da. Yigit yo'qolib qolsa, biling uni maqsadi shu bo'lgan. Bor shunaqa, mana yozishadi. Nimagadir deydi, yigitim mana shunaqa bo'lib qoldi. Keyin men aytaman, "Nima bo'ldi? 1 hafta oldin, 1 oy oldin" desam, shunaqa faqat sochib yuborsangiz, keyin qanaqadir серьёзный yoki o'zi chegarani qo'yishni boshlagan qiz bola, ya'ni teginmang yoki nimadir, o'sha yigit yo'q. Mana shunaqa yigitlar ham bor-da. Bundan qizlar ehtiyot bo'lish kerak juda. Shuning uchun hech qachon jiddiy narsa bir ko'rmayapsizmi, o'zingizga qo'yib bermang. Qizlarga tavsiyam shu, o'zingizga yaqinlashtirmang. Uchrashuvga chiqyapsizmi yoki mayli bir-biringizni xarakteringizni o'rganyapsizmi? Faqat maqsad savol berib, dunyoqarashni o'rganish. Oila degan tushunchaga qanaqa qaraydi, erta bir kun hayotini qanaqa qurmoqchi, maqsadlari nima? Mana shu haqida o'ylash kerak. Azizlar, biz sizlar uchun mutlaqo bepul psixologik konsultatsiya taqdim etamiz. Siz agarda student bo'lsangiz ham, ayol kishi bo'lsangiz ham, erkak kishi bo'lsangiz ham va o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar va sizni ruhiy holatingiz mutlaqo maxfiy holatda qolishini va sizga sifatli psixologik xizmat ko'rsatilishini xohlasangiz, quyidagi linkni to'ldirishingiz mumkin. Siz bilan albatta o'zimiz bog'lanamiz va har bir savolingizga maxsus ilmiy asoslangan shaklda, maxsus texnikalar bilan, maxsus bepul darslar bilan biz sizga yordam berishga tayyormiz. Faqat albatta bizning obunachilarimiz uchun.